Kechib ketdi. Uyqunga qanmay, ati maktabga kechib qolsang-chi? Yo'q, aytib bering-a. Bo'pti-misa. Tulkining taqsimoti degan hikoya qisqaroq. Shuni aytib beray. Kunlarning birida yo'lvoz, bo'ri, tulki uchi o'g'i chiqib, bir to'shqon, bir qirg'ovul, bir kiyik tutibdi. Bo'ri o'ljini mundoq taqsim qildi. Toshqon kichik canavar ekan. Uni tulki yesin. Qirg'ovulni men yey. Yo'lvoz janoblari kiyikni yesin. O'zingcha adil taqsim qilganing bu. Kalva. Mana sening yeydiganing. Voy canım. Voy gözüm. Voy gözüm. Gözüm qo'yilib ketdi. Endi qanday qilib? Yolvoz janoblari, xafa bo'lmasizlar. Men taqsimlab boqay. Toshqon janoblarining nashtaligi bo'lsin. Qirg'avul tushliklari bo'lsin. Kiyik kechlik tomoqlari bo'lsin. Agar janoblarning ichib qolsa, biz yiqilib kelar. Tulkibay, yaraysan. Bundaq adil taqsimotni sen nereden öğrendin? Voy taqsir. Bu nima bo'rining sachrab chiqqan ko'zidan o'rgandim.